Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 10-bob. Raqobat kesilimi yoki vazifalik raqobatmi? Süt bilan kirgan mijoz jon bilan chiqadi. Kundalik turmushda kishilarning o'ziga taalluq shaxsiy ishlariga turli o'zgarish, qiyinchilik, umutsizlik, kutgan natijaga erisha olmaslik, yengilish, qisman mag'lub bo'lish qatorliq salbiy hodisalar odamlarning hushyorlik ingini o'stirdi va sezgurlashtirib oldin plan tuzish, qarshi tarafdan keladigan ziyonkashlikni oldin taxmin qilish, taqobil turishdan iborat yengish qobiliyatini o'zligidan yetildirdi. Kundalik turmushdagi hodisalardan tajrib savoq ola olmasa yoki bir qatimliq yengilish, mag'lub bo'lishdan keyin qayta urinib beqishdan chekinsa, u chog'da atalmış taqdirga tan berishdan boshqa bir natijaga yetolmaydi. Mayli kishilik turmushda utuq qozonsin yoki kasbiy jihatda olg'a ilgarilasin, qo'lga keltirgan natija uchun son-sanoqsiz badal to'langan bo'ladi. Ana shu badal raqobat engining tufkisida aqliy, jismoniy va moddiy jihatdan xarjlangan sarmoyaning o'zidir. Raqobatchilikni mutlaq ravishda ijobiy tuyg'u, ijobiy harakat va ijobiy natijaga erishadigan chiqish yo'li deb cho'qinib ketgidek birdan-bir usulma emas. Raqobatning yuchuqlari ko'p bo'lib, ruhiy kasalliklar, masalan, hasadxo'rlik, ko'ralmaslik qatorliq yomon illatlarmi ko'pincha hollarda raqobat engiga, raqobat tuyg'usiga hamroh bo'lib oladi. Ba'zida hasadxo'rlik bilan raqobatchilik ich-ichiga kirishib ketgan bo'ladi. Kimlarning hasadxo'rlik qilayotganligi, kimlarning raqobatlashayotganligi ko'pincha vaqtlarda shu kishilarning o'ziga ma'lumki, sirtdan bayqash mumkin bo'lmay qoladi. Tiz oxirlashgan ish hodisalarda qaysisining hasad qilganligi, qaysisining raqobatlashganligi natija e'tibori bilan oydinlashishi mumkin. Masalan, hasadxo'rlikdan xoli pok diyonatlik raqobatchi bir ishda yengilsa, yengib chiqqan raqobatchisiga qarshi yomon niyatda bo'lmaydi, suiqasd planlamaydi. Balki yana bir qatimliq raqobat jangi uchun yo'lliq tirkishish, yo'lliq hujum qilish vositalarini ishga soladi. Ammo hasadxo'r yengib chiqsa, yengilgan raqobatchisini qayta raqobat uchun bosh ko'tara olmas qilib etishning chorasini izlaydi. Agar raqobatda yengilib ketsa, mag'lubiyatiga tan bermay, raqibini yo'qotish uchun vosita tanlamay, qo'lidan keladigan razilliklarning hammini qiladi. Ruslarda hasadxo'rlik to'g'riliq mundaq bir tamsil bor ekan. Hasadxo'r sakratga tushganda qo'shnisining uyiga o't qo'yadi. Bu tamsil orqali hasadxo'rning xarakterini shunchalik ro'shan, obrazli tasvirlaganki, hasadxo'r o'lim girdobidimi paylidan yonmay, men o'lib ketayotsam, qo'shnim nimishqa xotirjam yashash kerak deb hatto o'zigimi foyda, ziyni tegmaydigan razillikni qildiganligidan iborat qabihlikni yo'rtib bergan. Demak, raqobat bilan hasadning farqini ayirib olish unchalik oson emas. Shunga tug'ilma kasbiy hasadxo'rlar o'zlarining razil odatlarini saqaymas kasalligini har yerda, har ishda raqobat nomi bilan pardozlab ko'rsatishga mayil keladi. Hasadxo'rlikdan kelib chiqqan qizg'anchiqlik kasalini raqobat kasalligi deb atab qo'ysimi, biroz yiqimliq anglanadigan bo'lmasa. Chunki undaq kasalga giribdor bo'lib qolgan bemorni hasadxo'r desa, meni tillidi, haqorat qildi deb ko'kamilik, ushuqlik qilib o'likini sotqili tayyor turdi ekan. Shunga bu bobda raqobat kasalligi deb atab turaydi. Buningdan to'g'ri 20 yil avval Germaniyada bar yo'qi 60 atrofida Uyg'ur bo'lib, ularga 3 tashkilot rahbarlik qiladi ekan. Men yangi kelgan bo'lg'achqa bu yerdagi odam qahatchiligidan xabarsiz holda o'zimning tarafsiz ekanligini bildirib, hamma kishilar bilan aniqi hamma tashkilot bilan aralashish pozitsiyasida bo'lib qoldim. O'zimning askilikim yetishmagandek boshqalarga mu tavsiya bo'lib yurganman. Chunki barliq ehtiyoj ve imkoniyat nuqtasidan qaragandimi 3 tashkilot yug'urib bir tashkilot qilayotgan taqdirda yo'lidan chiqib ketadigan bir narsa yo'q. Chunki birisi uchur aloqa tashviqot ishlarini bajardi.
Qolgan ikkisining eti ulug' bo'lgani bilan qiladigan da'vosi, ya'ni quloq solg'idek chet ellikni topa olsa, xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash va kundalik huquqlarini qo'lga keltirish uchun chet elda turib lobbichilik qilishning yo'lini izlayotimiz degandan ortiq o'zaro farqli bir narsa yo'q edi. Shunga tashkilotlar birikib ketsa, odam qahatchiligi yengillab qoladi. Bu tashkilotlar Sharqi Turkiston Yevropa Birligi, ya'ni 1994 yil qurilgan. Sharqi Turkiston uchur markazi 1995 yil qurilgan. Dünya Uyg'ur Yoshlari Qurultiyi 1996 yil qurilgan bo'lib, tashkilotlarning orasida ziddiyatlik bir narsa yo'q. Birikib bir tashkilot bo'lib ketmasa-mu, Sharqi Turkiston tashkiloti ijtimoiy faoliyatga, Yoshlar Qurultiyi siyosiy ishlarga, uchur markazi tashviqot ishlariga mas'ul bo'lib, vatan millatning dardi uchun o'zaro hamkorlashib harakat qilsa-mu, jahon tor kelmaydi. Biroq ular ya o'zaro chiqishib o'tirdim bir yo'l topmay, bir tarafga yaqin turganlarni yana bir taraf yomon ko'rib deganda kishilar yurak oldi, aloq zotlikda o'tadi ekan. Ba'zi bir tunishlar sizlar yangi keldilar. Bu yerdagi ishlarga iran qilmisizlar. Har tashkilotning qo'lida bir kuzur bor. Vaqti kelsa, qo'lidagi kuzurni yomon tarafga ishiltalaydi. Bo'ron chapqonga uchrab ketilar, deb ko'z yumib, o'z ishimga puxta bo'lishim kerak deganini ta'kidlashdi. Shunga tafsiliy tushuntirishlaricha, Sharqi Turkiston Yevropa tashkilotining muavin amaldorining biri shaharlik ta'minot idorasida ishlaydigan kadr bo'lib, panohlik tilagan Uyg'urlar uningga yaqin tursa, turli ta'minot, o'ltiroq uy, qo'shimcha yordamlardan bahramand bo'ladi ekan. Aksicha bo'lganda hammadan quruq qolgani oz deganda, uyoq bu yoqlarga surgun bo'lib ketish xavfimi bor ekan. Yoshlar Qurultiyining qo'lidagi huzur bir german advokat bo'lib, uning yordami bilan panohlik talablari tez qabul bo'ladi ekan. Panohlik tilagan Uyg'urlar advokatning ishxonasiga berish uchun Yoshlar Qurultiyi vasita qilishi lozim ekan. Ya'ni Yoshlar Qurultiyini vasita qilishi lozim ekan. Yoshlar Qurultiyi bilan yaqin o'tsa til bilmaslik, ish topolmaslik, ya'ni qochoq tozlik ishi albatta. Qatorliq qiyinchiliklardan andisha qilmaydi ekan. Agar ular bilan ta'tir qarishib qolsa, hatto panohlik ishlarining butunlay yomon tarafga minib ketish ehtimoli bor ekan. Qo'lida hech qanday huzur yo'q tashkilot uchur markazi bo'lib, Miyxun shahrining ichida ijara olgan dernek ishxonasi bor ekan. Panohlik tilagan Uyg'ur yetimchilari o'zaro shu dernekda uchrashadi ekan. Yiroqlarga surgun bo'lib ketgan Uyg'ur yetimchilari Miyxunga kelsa, shu dernekda xotirjam yetib qo'pish imkoniyatiga ega bo'ladi ekan. Oshpaz bolalar dernekda Uyg'urcha tomoq chiqarib, pulun qini demasdan daftarga yozib qo'yib, yetimchilarga yaxshilik qila oladi ekan. Mushu xayr xohlikdan bahramand bo'lish uchun hech bo'lmaganda uchur markazining yanada turish aqalli odamgarchilik emasmi? Eng yomon yeri mazkur 3 tashkilotlar orasidagi vaziyat xuddi it bilan mushukdek ta'tir tanasida bo'lg'achqa, taraf tutmay boshqa amalim yo'q ekan. Boshqa amal ham yo'q ekan. Ularning nachar qiliqlarining biri odam talishadigan, odam qizg'inadigan, yo'l talishadigan, biri yana birini bo'ysundirishga, o'ziga ergishishga qistaydigan axloqsizlik ekan. Qo'lida bor bo'lgan imkoniyatlarni kuzur qilib ishlatadigan. Ularning xolis harakati faqat o'zini qo'llagan tashkilotiga a'zo bo'lgan, qarshi tarafdagi tashkilotga shafaq atgan kishining manfaati uchun bag'ishlangan ekan. Mazkur 3 tashkilotning orasida yaxshichoq bo'lish uchun inqilobchi nomidan taxsikash, chapanchi, shoyka bo'lib ketganlarni har tarafdan tegishli foydalanish uchun 200limichi, 300limichi bo'lib ketganlarni ko'rishmi bir yirginishlik tuyuladi. Texi oldingi yillari O'rta Osiyodagi shu qadar muhtaram inqilobiy rahbarlarning, aniq aytganda mustaqilchilarning hozircha da'vo markazini g'arbga yetkash eng bexatar chora deb, ya'ni kitobning ikkinchi bobi qaralsin. Mushu nakaslardan kutgan umidlarini o'ylab, bularga besim qilish kerak, vaziyatni o'zgartirishga vaqtida tutish lozim dedim. Boshliqlar ustidan shikoyat qilgan yetimchi, ya'ni inqilobchilarga.
Ularning orasida boshliqlari tayinlab qo'ygan ayg'oqchilarmi bor ekan. Texmi yaxshi ko'rinib, qiyinchiliklarning tezroq hal bo'lib ketishi uchunmi yoki boshliqi sening mushunda xizmat qilganing cho'ng inqilob hisoblanadi deb tushuntirib qo'yganligiga sadoqat bildirib, xolis ayg'oqchilik qilamdi, ish qilib deyishgan gaplarga jon kirgizilib, rang berilib, birga 10 qetilib boshliqlarga to'shilib turadi ekan. Shundaq ahvollarni aniq bilgandan keyin ba'zi tashkilotdagi gaplashgili bo'lg'idek qizil aktivlar bilan so'zlashdim. İmkoniyatning yetgan yerigacha tashkilotlarni yug'urib, kuchini birlashtirish to'g'risida fikr berdim. Biroq ular tashkilotlar aro raqobatlashyapmish. Mumkindiki bu vaziyatni to'g'ri tushunishimiz kerakmish. Men Germaniyaga kelishdan 1 oy avval G'uljida qonliq edi. Yoshlarimiz shuning qurumagan qini, to'kilayotgan motam ko'z yoshi badliga yoshlar qurultiyi xalqqa chaqiriq qilib 40 ming mark to'plaganmish. U pulni G'uljidagi shahid oilasiga tutqun mahbuslarning oilasiga yetkazib berib, raqobatda birinchilikni qo'lga keltirgudek. O'chga jon qayg'usida, qassob yo qayg'usida vatanda Xitoyga norozilik bildirib elib borgan odatga yo'lliq talablarni chet elki milliy bo'lginchi unsurlar Jungoni parchalash uchun qasddan qutratqilik qilib paydo qilgan bo'lginchilik qilmish deb qalpoq kiydirib jazolavasa, mana bu isbot degandek G'uljiga pul kirgizmoqchi ekan raqobatchilar. Aktivlarning deyishicha, IA'ni chaqirgan ovoz qo'shqanlarning soni 50 kimi yetmaydi ekan. Yig'ilgan naqd pul shu qadar ko'p. Xalq safarbarligini qo'zg'ab, bundoq bir natijasini olib Tekin apandimni qo'lga keltira olmasmish. Ular qilgan bu razillik faqat sen qila olmaydigan ishni biz qildik va qila olamiz. Shunga sen do'ngdan pastga tushsan, do'ngga biz chiqamiz degandek to'r talishishdan boshqa narsa emas ekan. Ularning bu qilmishini siyosiy xatolik, agar qasddan qilgan bo'lsa, millatning qini qilgan xiyonat. Mushu pul to'plash xabarini bana qilib, vatandagilarga Xitoylar yana zulm soladi deb ba'zi birlarga do'q qildim. Bu gaplar quloqdan quloqqa olinib, g'ul-g'ul qo'zg'abdi. G'uljilik ba'zilari urug' tuqqanlarimizni balo qazoga tutib beradigan tuzaqgan, pulimizni qaytarib bersin deb boshliqlarni xat qilgan gap. Qo'lga kirgan pulni qo'g'dab qilish uchun kadrlardan birisi. U pulni bizmo udullan G'uljiga avatlatmaydi. Balki uningdan necha hassa muhim bo'layotgan vatan davosiga ishlatishni plan qilyapmiz deb rost gapni aytib qo'yibdi. Shuning bilan ish majroga aylanishga boshlaganda darhol ommaviy yig'in chaqirib, ko'pchilikni rayoni sinash elib berildi. Ba'zilar men rozi, bergan pulimni nimaga ishlatsanlar bo'layurdi desa, ba'zilar men xala tozlab qachoq ishlab topgan pulni o'zim hajlamay G'uljidagi shahid va tutqunlarning oilasiga atab bergan. Sizlarda sadoqatlik yo'q ekan, u pulni hajlashni menmi yaxshi bilaman, qaytarib beringlar deb dakisni bergili turdi. Bir obdan o'ynalayotgan o'yinning pardasi o'ylamgan yerdan ichilib ketib, yengilganligidan keyin raqobatchi kadrlar bu mag'lubiyatning o'rnini yana bir raqobatga to'ldirish uchun boshqa bir jiddiy harakat planlabdi. Ya'ni Erkin Tekin apandimni yiqitib, uning yiqillarini tozalab, bir cho'ng siyosiy o'zgarishni ishga oshirmoqchi ekan. Biroq bu planda rol o'ynagan, ya'ni hozirgi Sharq Turkiston Yevropa Birligi tashkilotida ham vazifasi bor. Yoshlarning bir kadrsini Sharq Turkiston Yevropa Birligi tashkilotidagi vazifasini elib tashlab, tashkilotdan qo'g'lab chiqarish uchun imzo to'plash faoliyati boshlanibdi. Shunda qilganda ular raqobatchilarga taqobil tura oladi ekan. Vaziyat shunchalik kaskin, har bulungda 5 odam bir kallak, bir tarafning shaykillari yana bir tarafning shaykillarini bug'ib qolaydigandek yomon alpazlar. Bu sharmandalar nima g'amda millatimiz qaysi kunda 5-fevral G'ulja qirg'inchiligidan keyin qonxo'r Xitoy hukmronlari butun Uyg'uriston bo'yicha 100 kunlik qattiq zarba berish jazosini ijro qilib o'tdi. Biroq buni erkin dunyoda dumbisiga oq tukunib qolgan nakas raqobatchilar quzuqqa bog'lab qo'ygan eshakdimi ortiq bichora yetimchi Uyg'urlarni har tarafga ayirib, o'zaro dushmanlashtirib, qali so'qashtirib o'ynayotganiga qarab turg'ili bo'lmaydi. Men yana aralashib qoldim. Bir og'inimiz
Sharqi Turkiston Yevropa Birligining nizomnomasini bir nusxa kopiya qilib menga yetkazib berdi. Ya'ni u xatning bir tashkilotning nizomnomasi dedak yeri yo'q ekan. Shundoq bo'lsa-mu, tashkilotdan bir a'zoni qo'g'lab chiqarish uchun kerakli belgilama bo'lish lozim. Ya, uningga mundaq mazmuni bir modda bor ekan. Tashkilot a'zolarining yerimini ko'pragining imzo qo'yishi bilan bir a'zoni tashkilotdan qo'g'lab chiqarishga bo'ladi. Men bu moddaning sog'lom emasligini, suiqasdga ichib qo'yilgan yuchiq ekanligini tushuntirib, haliqi raqobatchi kadrga qarshi to'plangan imzoning qonunsiz ekanligini ham barliq a'zolar birlikda nizomnomani qayta ko'zdan kechirish lozimligini aytib, yana bir qatim yomonlik qildi. To'plagan imzo qonunsizlik bo'lib, haliqi raqobatchini qo'g'lab chiqarish amalga oshmadi. Shu arada bir qancha aktiv yoshlar sizmi toza yaxshi ish qilib ketmadingiz? Aslida u kishi eng razilning biri deb g'udungishib qoldi. Men hayron bo'lib, o'zinglarning boshlig'i dedim. U shundoq, ammo bak razil odam deyishdi hammasi birdek. Men uchun hammasi baribir. Bularning hech qaysini tonimayman, ammo birlari o'zining razil maqsadiga yetish uchun amalsiz, yor yo'laksiz kishilarning ojizligini qo'llansa, uning sukut qilishmi o'xshash bir razillik emasmi dedim. Ularga ta'addi qilib. Chunki imzo qo'ymaganlar haliqi davlat ta'minotidan mahrum qoladi ekan. Shunga amalsiz imzo qo'yishi kerak ekan. Men Germaniyaga kelganda 2 oy bo'lmagan edi. Lekin ko'rganlarim, anglaganlarim shunchalik ko'p bo'ldiki, butun yer yuziga Uyg'urlarning razilligini yig'ib kelsimi, bu yerda shunchalik qisqa vaqtda ko'rganlarimga yamoq bo'lmagidek his qilgan edim. Shunga hissashlik qilganlarning andishisi reallikka aylandi. 1997 yil 8 may München shahridan surgun qilindim. Germaniya bilan Avstriya chegarasidagi Oltin tog' rayoniga yo'llangan ekanman. Yerim yo'ldagi o'tangda 2 hafta to'xtash jarayonida kichik qadimiy bir shahar ichidagi Türk tashkiloti ega bo'lib, shahar ichiga elib qoldi. 2000 yili 22 avgust surgundan chiqib Myunxenga qaytib kelguncha shu shaharda turdim. Yuqoridagi bir talay qo'shimchalarni bayon qilishimki maqsad hargizmi o'zim bilan boshqalar orasida bo'lib o'tgan ishlarni eslatish emas, balki o'zim udul ko'rgan, bilgan, guvohchi bo'lgan hodisalarni isbot tariqasida ko'rsatish orqali raqobatchilarning mohiyatlarini tushunishga, kunimizga qadar davomlashib kelayotgan mangulik raqobatning zodi qandoq orqa ko'rinishga ekanligini oydinlashtirib olishga yordami bo'lar demoqchi bo'ldim. Agar yuqoridagi qo'shimcha bayonlardan azroq bo'lsa bir narsani anqirib olgan bo'lsak, temada o'tirib chiqadigan nuqtaliq masalani tushunishda gap yo'q. Millatimizga Xitoy mustamlikachilari tan jazosi, aql, vijdon, e'tiqod, ruhiy jazosi, e'tiqod va hayotlik jazosi yurgizmasmi, hech qanday zulm salmasmi, Xitoydan iborat bir nijis bosmichining hukmronlik qilayotganligining o'zida qarshi kurash qilishimizga, hurlik, mustaqillik uchun jon fidolik bilan qaytirma hujum qilishimizga, qo'limizdan kelsa ularni o'ltirishimizga, ham shu yo'lda o'lishimizga yetarli sababdir. Odam sonimiz dushmanligidan 100 hassa oz bo'lg'achqa, moddiy kuchimiz dushmanligidan million hassa oz bo'lg'achqa, dushmanga qarshi kurashda oz o'lib, ko'p o'ltirishimiz, oz chiqim bilan g'oyat ko'p g'alabani, utuqni qo'lga keltirishimiz muhim shartning biridir. Shuning uchun vatanda elib boradigan inqilobiy kurash harakatlarimiz tashkillik, mukammal tuzilgan plan, uzunni ko'zlagan strategiya bilan yetaklanishi kerak. Vatanning ichida undaq bir fursat bo'lmag'achqa, tashkilot va inqilobiy markazni chet elda qurib, vatan ichidagi harakatni tartibga solish, to'g'ri yo'nalishga yetaklash lozim. Uningdan boshqa eng muhim kam bo'lsa bo'lmaydigan yana bir narsa, mustaqillik harakatimizni qo'llab, askariy, moddiy jihatdan yordam beradigan chet el kuchlarini qo'lga keltirish kerak. Shundaq foydali vaziyatga yetish uchun oldi bilan dunyo ahli Uyg'urlarni tonishi, Uyg'urlarning dardini bilishi, Uyg'ur Xitoy orasidagi milliy ziddiyatni tushunishi va Uyg'urlarning mustaqillik uchun yashab, mustaqillik uchun o'ladigan millat ekanligiga qanoat hosil qilish lozim.
Shuning uchun butun dunyo e'tirof qiladigan va diplomatik munosabatlarni bijirib, Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishning yo'lini ochadigan bir markaziy tashkilot o'tirib chiqishi kerak. Bu haqda Almuta va Bishkekdagi Uyg'uriston ozodlik tashkiloti rahbarlari bilan ko'p qatim fikrlashdik. Germaniyadagi raqobatchilarning ahvolini, bu yerda undaq bir tashkiliy markazni qurib chiqishning zodi imkoni yo'qligini takror tushuntirdim. Hatta o'zimning surgunda turayotganligimni belgilangan surgun rayonidan chiqishning qonunsizlik bo'ladiganligini izhor qildim. Biroq peshqadam mustaqilchi rahbarlar mening tushuntirishlarimni qabul qilgan bo'lsa-mu, yana izlanishimni ta'kidladi. Ularning Anvarjon apandiga qiziqish harorati yuqori edi. Shunga vaqtni orqaga so'zmay, pat arada uning bilan tanishib, suhbatlashib beqishimni talab qilishdi. Ularning Germaniya tarafga bu qadar qiziqib ketishiga yana bir sabab shu mezgillarda O'rta Osiyo va Almuta yor kentlarda ikki guruh Uyg'urlar qurolliq tashkillanib, birlari vatanni ozod qilamiz deb, birlari islom ochamiz deb o'zaro jidal majro qilishayotgan. Dushman kim, do'st kim, qaysi guruh kimning katmini chopadi? Ularning siyosiy markazi, qo'mondonlik shtabi nada? Orqasab yordam nerdan keladi? Nurg'unlagan savollar javobsiz ham har taraf qorong'ulik hukm surayotgan bo'lib, peshqadam rahbarlarning nazarida taqdirimizning chet ellardan yomon kunga qarab ketayotganligi aniq edi. Mushu yomon oqibatlarning boshlanishiga, har guruhning o'z beshimchilik qilishiga fursat bo'layotgan narsa faqat barliq Uyg'urlarni o'z qo'yniga ola oladigan, iqlimlarga javob berib, o'z kunligi ostiga to'play oladigan bir kuchlik markaziy tashkilotning bo'lmaganligidek bir bo'shliq edi. Shuning uchun ular ta'xir qila olmayotdi. Ular mendan kutayotgan cho'ng ish mening oldin ala xulosamdan natijasiz yoki ahamiyatsiz ish hisoblangandan sirt bejarishim uchun Germaniyaning surgun qonuniga xiloflik qilganimdan boshqa biror badal talab qilinmaydi. Uningsizmi qonunga to'liq bo'ysunib ketgan birisi emas edim. Shunda qilib Anvarjon apandi bilan tanishishni, suhbatlashishni ahamiyatsiz bir ish deb qarasammi, peshqadam rahbarlarning mendan kutgan orzulari uchunla 98-yili 12-iyun Myunxen shahriga keldim. Oldi bilan uni yaxshi taniydigan bir qancha bolalar bilan paranglashib, uni sirtdan bir oz tanib olgandan keyin o'zi bilan ikki qatim qisqa ahvollashdim. Tamkin, o'qimishli, prinsipli, realist, bir qancha tilni mukammal biladigan, g'arbga moyil, g'arb siyosatiga qiziqadigan ham tirishchan kishi ekan. Biroq u Erkin Aliptekin apandining muxlisi bo'lib, hurmati yuqori ekan. G'arb dunyosida uningsiz Sharq Turkiston davosi yaxshi yurishmaydi deb Erkin apandiga ishonch qiladi ekan. Anvarjon apandi to'g'risida anglagan, bilgan ahvolni Uyg'uriston ozodlik tashkilotining raisi Sobit Uyg'uri apandimga aynan yetkazib qo'ydim. Shu yilning oxiri İstanbulda Muhammad Rizo Pashaning boshchiligida rahbarlar yig'ini chaqirilib, Sharq Turkiston milliy markazi qurildi. Bu markaz ayrim bir tashkilot shaklida emas, aksicha xalqaroliq bir nufuzli markaziy tashkilotni qurib chiqadigan tayyorlik komitetining xizmatini bajarish uchun qurilgan edi. Shu yig'indan keyin har qaysi allohga peshqadam zotlar, bo'libmi Almuta va O'rta Osiyodagi mustaqilchi peshqadamlar har tarafdan Anvarjon apandi bilan munosabat qilib, unga madad berib, kutilayotgan markaziy tashkilotning qurilishiga Germaniyada fursat yaratishga tavsiya qilishdi. Bu mezgilda Turkiya hukumati Sharq Turkiston masalasi sababli Xitoyning diplomatik besimiga uchraganlikdan, ya'ni chunki O'rta Osiyoda qurolliq tashkillangan bir qism Uyg'ur guruhlarining orqasida Turkiyadagi ba'zi bir nufuzli Uyg'urlar bo'lganligi sababli Xitoy shuni bahona qilib Turkiyaga zo'rlik qilganmish. Shunga Turkiyada Uyg'ur tashkilotlari ig'ir cheklimiga qo'rshav nuqtasiga ilinmoqda edi. Xavfli bo'layotgani shuki, 92-yili İstanbulda chaqirilgan tunji navbatli qurultoy rasmiy aniga oldirilgan bo'lib, garchi faoliyat qilmagan bo'lsa-mu, tarqalib ketmagan bo'lg'achqa, shuningdek qurultoyda muhim o'rin tutgan ba'zi shaxslar yiliqi qurolliq harakatda muhim rol o'ynayotganligi bir bahona bo'lib, Uyg'urlarni cheklash uchun yetarli sabab edi. Ya'ni aslida mazkur atalmış qurolliq harakat Turkiya, Rossiya, Xitoy birlashma istixborotlarini qurashtirgan xoin bir plan bo'lib, Sharqi Turkistonlik ahmoqlar behuda balal to'lagan, qurbon qilib etilgan fojialik o'yin edi.
Bu ishning xatirini O'rta Osiyo tarafdagi peshqadamlarimiz tunib yetganlaridek Muhammad Rizo Pasha apandimni bilmaydigan yerda emas edi. Şuna Muhammad Rizo Pashamı Sharq Turkiston Milliy Qurultiyiga munosabatlik Turkiyada nüfuzlangan davoni vaqtida qonuniy jihatdan Germaniyadek bexatar joyga yetkazib ketish tarafdori bo'lg'achqa Anvarjon apandiga tavsiyada bo'layotganligi ma'lum. İşler mushundaq aylanib kelib 99-yili apreldan e'tiboran Myunxen shahrida Anvarjon apandini cho'rdab bir halqa shakllantirdik. Sırtın peshqadam zatlar madad bersa, halkının ichidan, ya'ni sonimiz 10 kishidan oshmaydigan bir turkum vijdon egalari Anvarjon apandiga yor yo'lakda bo'ldik. Har xil to'sqinlik, ko'ngilsizliklarga taqobil turib, 1999-yili 11-oktyabr Myunxen shahrida xalqaro yig'in chaqirib, 92-yili dekabr İstanbul'da qurilgan tunji qurultayni Myunxenga qonuniy yo'tkab akaldik. Qurultayning ismi Xalqaro Sharq Turkiston, ya'ni Uyg'uriston Milliy Qurultiyi deb ataldi. Biroq Erkin Aliptekin apandi 4-vaqtda deyilgandek yig'inga qatnasha olmadi, ham vazifani olmadi. Uni bahona qilib Yoshlar Qurultiyi Milliy Birlik Saf deyilgan bu qurultayga qatilmadi. Hech biri vazifani olmadi. Anvarjon apandi qurultayning raisi bo'lib saylandi. Sharq Turkiston uchur markaziy qurultayning tarixiga kirgan bo'lsa-mu, yarim yilga bormay chekinib chiqdi. Bu qurultaymi xuddi 92-yildagi qurultayga o'xshash taqdirga duch kelib qoldigandek xavfli ko'rinmoqda edi. Qurultayning nizomnomasidagi mustaqillik degan moddalar sababli qonun o'rinlari tasdiqlamabdi. Uzun qolmay cheklaydi ekan. Hozirgacha qurultay nomida qilgan ishlar qonunsiz hisobni javobgarlikka tortildi ekan. Degandek tugamas ig'volar Yoshlar Qurultiyi markazlik raqobatchilardan tarqilib quloqni gaz qilmoqda edi. Qurultayning Germaniyaga yetkazib kelinishda singdirgan qon tari texnik qurmaganlardan bir qanchamiz fikrlashib, Anvarjon apandiga vakil kirgizdik. Rost gapni deyish lozim. Mansab ataq kerakmi yoki millatimizga lozimlik bo'layotgan birlik safni amalga oshiramiz? Uning javobi hozircha Yoshlar Qurultiyi Milliy Qurultayning Yoshlar Komiteti bo'lib qatilsin. Yoshlardan bir vakil Milliy Qurultayning bosh kotibi yoki muavin raisi bo'lib vazifa olsin. Oldimizgi saylangacha, ya'ni 2001-yili 11-oygacha birlikda xizmat qilib xalqimizga umid bag'ishlaylik. Hem yoshlardan ko'proq kadr yetishtiraylik. Keyingi saylamda men faxriy o'ringa o'tib, vazifadan chekinaman va tashqi diplomatiyalik xizmatlarda, tarjima xizmatlarida yordamlashay degandan iborat edi. Shu javobni Yoshlar Qurultiyining muhim rahbaridan birisiga o'zim yetkazdim. Hatto yolvurdim. Milliy Qurultayning kelarki saylamida Anvarjon o'zini rais kandidati ko'rsatmaydiganligiga, yozma isbot elib beralaydiganligimizni, hatto barliq yoshlar to'plashib kuch ko'rsatib Anvarjon apandini chekindirganligimizni aytdim. Kerakli hamma vositani qo'llanib ataq mansabning hammasini elib berishga to'plashib va'da beraylikki, Yoshlar Qurultiyi mushu fursatda Milliy Qurultayning tarkibiga qatilib, Anvarjon apandi aytgandek Germaniyada birlikni amalga oshiraylik dedim. Ya'ni mushu birlik safni ishga oshirishga töhfimiz bo'lib qolsa ajab emas degan maqsadda hatto bir qanchamiz bir-birlab Yoshlar Qurultiyi ijroiya komitetiga a'zo bo'lib kirgan edik. U rahbar chaqchaqqa aylantirib o'tkazibdi. Keyin Anvarjon apandi vakilimizdan javobini so'rabdi. Men yana haliqi yoshlarning kadri bilan so'zlashdim. Lekin u birinchi Milliy Qurultayni davlatning munosabatli qonun o'rinlari tasdiqlamaydi ekan. Şuna onunla qatilib birlikda jazolanishni xohlamaymiz. Ikkinchi, Erkin apandimning rahbarligida texmi cho'ng parlamentga yoki surgun hukumatga o'xshash bir tashkilotni qurish planimiz bor. Uchinchi, Anvarjonni ko'rsak reaksiya qilgan bo'lib qoldi. Shuna bundaq taklifni buningdan keyin anglamaymiz deb kesib qo'ydi. Uningdan keyin ularning yana boshqa 2 nafar kadri bilan ayrim gap so'zlashdim. Biri o'xshash gapni takrorladi. Yeni birining aytishicha, Yoshlar Qurultiyining mavjud raisi xizmat munosabati sababli istifa berdi ekan. Uning o'rniga bosh muavin rais Kurash Kusan muvaqqat rais bo'ladi ekan. Bu ishda shuning qarorini kutdi ekan. Men mushu javobni Anvarjon apandiga yetkazdim. Darvaqa oradan bir oy o'tmay Yoshlar Qurultiyining raisi almashdi.
Kurash Efendi Envercan'ın taklidiga qo'shiladiganligini bildirdi. Shuning bilan raqobat jingi yoshlar qurultiyi ichida portildi. Kurash Gusenning yarim yilga yetmagan muvaqqat raisligi boshtilib to'ng'itib qo'yildi. Bu mezgilda uning siyosiy panohlik tiliki yengilib qabul bo'lib, Shvetsiyaga yetkazib kelingan ham qo'lida safar qilish rasmiyati bo'lmag'achqa Shvetsiyadan sirtqa chiqish imkoniyati yo'q edi. Shundaq vaziyat ostida raqobatchi yoshlar raisni saylan yig'iniga yo'latmasdan o'zaro yig'in ichib saylashib milliy qurultay bilan birlashmaslik, hatto o'zaro hamkorlashmaslik haqida aniq qaror ma'qulladi. Yig'indan ilgari yoshlarning bir muhim kadri o'zimni vazifaga ko'rsatishimni, yig'inga bormasammi muavin rais yoki ijroiya rais qatorliq biror mansabga saylab qo'ydiganlik taklifida bo'lgan edi. Ya'ni men bu javobimni, mavqarimni shu chog'da nashr qilinayotgan milliy qurultayning tashviqot gazetida ochiq e'lon qildim. Ular yig'inni o'zlari xohlagandek ichib, bir qanchalar o'zlari yoshlar qurultiyi nomidan qaror ma'qullab, ikki qurultay orasida egiz to'saq o'rnatdi. Ya'ni 2000-yil oktyabrdan e'tiboran biz milliy qurultayni izchil qo'llashni boshladik. Milliy qurultay xalqaro yuzlanib, Uyg'uriston masalasini dunyoga tanitish bilan mashg'ul bo'lgancha, raqobatchi kichik qurultay inkor qilib, yolg'onlaydi. Milliy qurultay qaysi bir davlatga muhojir qarindoshlarni o'mlashtirishga, qurultayni qo'llashga chaqiriq qilsa, uning biqinidan raqobatchilar yoshlar guruhini paydo qilib, joylardan ikki bo'lakning urug'ini chachatdi. Bu vaziyatni ular ochiqdan ochiq biz mushundaq raqobat qilish orqali da'voni taraqqiy topqizamiz deb izohat berishga urinatdi. Bu ahvolni Kurash Gusen mundaq tasvirlagan. Kasal ko'rpasida yotgan ikki bemorning bir-birisiga o'lim tilab qolganligi bilan o'xshash. Milliy qurultayni himoya qiladigan shu chog'dagi peshqadam zotlardan Muhammad Raza Pasha, Ahmad Iyambadi, Hoji Yaqub, Sabit Uyg'ur qatorliq vakillik ta'siriga ega kishilar yoshlar qurultayiga yozma shaklda ochiq xat e'lon qilishdi. Lekin yoshlarning deydigini da'vo yoshlarga ehtiyojli. Shunga cho'nglar yo'limizni to'smasin. Da'voni biz yoshlashtirimizdan boshqa narsa emas edi. 2004-yil 10-aprel ikki qurultay tarqalib, Dunyo Uyg'ur qurultayi maydonga chiqdi. Ilgirki milliy qurultaylarda vazifa olgan, vakil bo'lib qatnashgan, qo'llaydigan nurg'un peshqadam zotlar biroqda sirtda qoldi. Shuning bilan raqobat tashkilot ichiga markazlashib, ya'ni oldingi bobda bayon qilganimizdek, milliy qurultayga mansub kishilar o'zligidan tasqilib ketdi. Raqobat mushu yerda og'irlashadi deb faraz qildik. Bir markazlik holda Uyg'ur masalasini tezroq xalqaro sahnaga o'rnashtirsa, dunyo ahli bizni tunib yassa, aslidagi mustaqillik yo'limizga bir ko'rik silinib qolar deb kutdik. Biroq yaqindagilarning, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayi Xitoy parastgan. Dunyo Uyg'ur qurultaychilar mustaqillik talab qilmaydi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayi avtonomiyachi ekan, diyonatsiz ekan degandek savollarga ilmiy, qoyil qilarlik javob berdik. Ba'zilariga tegishli raddiyani berib turdik. Raqobatda yengib chiqqan yoshlar guruhidan hech bir yengilik ko'rilmasa-mu, tashkiliy birlikning amalga oshishiga oxirgi hisobda to'sqinlik qilishdan voz kechganliklari uchun loyiqada munosabat qilib turdik. Umidimizni yana g'oyibga bog'lab, Alloh o'ylimga yerdan bir yo'l berarsan deb tevindik. 2005-yil 17-mart Robiya Qodir xonim Xitoy turmushidan chiqib, u dul Washingtonga keldi. Xonimni Xitoyning turmushidan o'zimiz qutqizib chiqqandek, biz da'vo qilib ozod qilgandek suyunib ketdik. Muajiratga har bir Uyg'urning ko'nglida xonimning rahbarlik kandidatligi tiklanayotdi. Ardın yarim yil o'tmay, shu yil oktyabrdan boshlab internet torlarida xonimga qarshi hujum boshlandi. Bir yil davomlashgan hujum xonimning rahbarlik kandidatiga daxl tarz yetkazolmadi. 2006-yil noyabr, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayining umumiy saylam yig'inida Robiya Qodir xonim raislik vazifasini ustiga oldi. Butun dunyodagi Uyg'urlar olqishlagan bu yangilik Dunyo Uyg'ur qurultayining tashkiloti ichida texmi ig'ir ziddiyatga, raqobatdan g'alqigan dushmanlik darajasiga yetib berishga sabab bo'ldi.
Dünya Uyghur Qurultayının mərkəzindən başlap hər qaysı dövlət, rayon və şəhərlərdə fəaliyyət qılayotgan Uyghur təşkilat və cəmiyyətlərgəcə təşkilsiz vətənsüyər fəaliyyətçilərgəcə ikki qaşqı bilinib özara düşmənləşiyotgandək şunchalik ko'ngilsizliklar hukm surdi. Ba'zida yiliga bir qancha qatim cho'ng krizis kelib chiqadi. Ba'zida raqobatchi guruhlar xonimni ayblaydi. Xonimni qo'llovchi tarafdagilar raqobatchi guruhni ayblaydi. Mushunda bir nachar vaziyat ostida Uyg'urlarni dunyo ahli bilishga muyassar bo'ldi. Oldingi bablarda bayon qilib o'tganimdek, Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi. Muhacir Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur rahbarlari Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydi degandek tushuncha shakllandi. Xalqaro tunilgan Uyg'ur masalasini xalqarolashtirgan bir tashkiliy markazni barpo qilishga asli maqsadga o'talmadik. Ya'ni Uyg'urlarga mustaqillik talab qiladigan, chet el yordamchi kuchlarini jalb qiladigan haqiqiy tashkilotni barpo qila olmadik. Chet eldagi vatansuyarlar butun surib Dünya Uyghur Qurultayı raqobatchilarining saxta majrosiga banit qilib etildi. Raqobatchilar vaqtida utib chiqdi. Har ikkala tarafni radikal shaklda qo'llab, ishning mohiyatidan gumon qilmaganlar, sen to'sqinlik qilmagan bo'lsang, bizning rahbarimiz vatanni azod qilishning yo'lini topib bo'ladi. Hammaga sen xoin javobgar deb o'ylab qoldi. Lekin yilda bir qancha navbat qaralsiz holda keng ko'lamli krizis paydo qilib, yuqoridan tuvangacha majroni yolqillatib, hamma yoqni ziddiyatga selib qo'yib ular aplish bo'ladi. Bu xil nayranglar 10 yillab davomlashdi. Qachon to'tqali bir yerga kelib mustaqillik masalasi ustida fikrlashmoqchi bo'lsalar, Dünya Uyghur Qurultaychilarining orasida g'avg'o portlagan bo'lib olib, butun diqqatni o'zlariga markazlashtirib oldi. 10 yillab davomlashgan atalmış ichki raqobat nurg'un kishilarni vatan millat deydigan yerdan tazdirib etdi. Oxirgi bir krizis 2016-yilning 5-ida portladı. Ular o'z ichida pushirib yetildirgan yana bir qatimliq majrosini yanvarda Duxning Miyuxindagi amaldorlari nomidan biraqli isyon qilib, Rabia Qodir mansabni yoshlarga topshirmasa, Duxni parchalaymiz deb yozilgan ultimatumga 2 haftalik suruk berib, 8 odam imzo qo'yibdi. Bunun bilan Uyg'urlar yana tavrinib, qayg'u hasratga patdi. Yana elektronik tilishish janglari qizib ketdi. Da'voning yo'liga osmondan tosh yig'ib, ish mushu yerda oxirlashilgandek yana bir qatim aloqzorlik hukm surdi. Biroq cho'ng kichik raqobatchilar ko'pchilikning orasidan sug'urilib chiqib, shundoq chiroyli aplashib oldi. Xulosa tariqasida qisqacha o'ylab boqaylik. Atalmış raqobatchilar shundoq bir raqobat kesiliga giribtor bo'lgan bemorlarmi yoki vazifali raqobatchilarmidi? Birlari sahna orqasida o'yinni planlab, rejissyorlik qilyapti yoki hammani mushular o'zligidan xolis bijirib kelayotgan plansiz harakatlarmi? Har qanday tasodiflik jazmanki muqarrarlik ichida yuz beradi. Biz aqliy izlanish orqali ba'zi hodisalar ustida mantiqiy xulosaga erisha olamiz. Ko'pincha vaqtlarda gumoniy hodisa va harakatlar o'xshash sifat, o'xshash xarakterda takrorlanaversa, vahimlik asossiz tasavvur darajasini olqib, aqliy tasavvurni harakatlantirishga turtki bo'ladi. Shunga gumon asosidami aqliy jihatdan tahlil qila olamiz, xulosa chiqara olamiz. Biroq gumon orqali erishgan xulosa bilan hech narsani isbotlag'ili bo'lmaydi. Dalil isbot bo'lmagan ekan, hukmlashga amalsiz qolamiz. Düşman dal mushundoq bo'shliqdan kirib bizni yengib turdi. Davomi bor.